Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan barcha tikumachilar yangi va rabochiy barchasini narxlarini dollarda va so'mda birma-bir tanishtirib chiqaman. Dollarda o'zim aytaman, pastda обязательно so'mda yozilib ketadi. Qani ketdik. Xo'p, bugun Jag 804 Averlo bilan boshlaymiz. Holati yaxshi, bu holatda rabochiy bo'lsa ham, lekin bu mashina modellari kuchli, zo'r chiqqan. Bemalol garantiyalarini maydon holatda, оборотlar 4000 gacha chiqadi. Ishlashlari cho'tki. Tikishlari hech qanaqa muammo yo'q. Mana tikishlarni ko'rsatish mumkin. Xuddi shunaqa holatda tikadi. Hozir chiqayotgan Averlolardan deyarli yaxshi. Narxi arzon, narxi 210 dollardan beramiz. Pastda so'raymiz. Holatlarni ko'rishlar mumkin. 1 yil servis xizmatimiz bepul bo'ladi bu Averloga. 1 yilga holati bor. Jag 738 model. Bu hozir chiqayotgan Y-tur Averlolar bilan bir xil, обороты ham bir xil, tikishlari ham bir xil, zapchastlari ham bir xil tushadi. Bu mashinamiz narxi 230 dollar. Hozir misol Y-tur olaman desangiz 300 dollar o'rtasida olasiz. Buni o'rniga mash modelni olsangiz, просто tashqi ko'rinish boshqacha, lekin ichidagi motori, ichidagi zapchaslari bir xil, hammasi bir-biriga tushoqlar. Narxi 230 dollar. Arzonchiroq Averlo istay turganlar uchun yangi model Jaki firmasiga oid F8 model. Holatlari o'rtacha deyolmayman, chunki mana shuyerlarda ko'chgan joyi bor. Stollarcha o'rin qo'ygan, lekin mashinamiz tikish cho'tki. Buni hozir marishga holatga kichkina mayda chokka moslashtirib qo'yamiz, katta chok ham qilib beramiz. Buni narxi 160 dollar. Buni yangisini olaman desanglar 400 dollarga olasizlar. Buni holati o'rtacha, garantiyalarni beramiz 1 yil. Mashinamiz galobkasi hech narsa qilmagan. Просто stollar hechcha urinib qolgan. Yo'llar kelishyapti-endi, o'sha stolni urintirib qo'yishgan bo'lgan. Galobga hech narsa qilmagan. Stollari but, просто tepasidagi naklinkalar chiqib ketib qolgan xolos. Hop, marka Averlo, marka to'rchakimiz. Holati o'rtacha, narxi 170 dollar. Oddiy mayitmakor. Narxi 170 dollar. Yana bu yerda Jak 738 modelimiz. Holatlari o'ta ideal holatda buni. Narxi 240 dollar. Marka Averlo'miz bu ham marishga holatda tayyor. Holatda o'rtacha holatda. Narxi 140 dollar. Mayitmakor. Bez yo'q motor. Pastkilarni ishla oladi. Keyin biz do'gan sizlarga mana mo'ljalni tushuntirishim mumkin. 222 Damas yo'lida Andijon Xubiki Marjon tekstil ro'parasida. Marjon tekstilda ro'parasida. Yonimizda Mazda juja bor va skuterlar do'koni bor. Hozirlarga barcha hozir ichkarida yangi va rabochiy mashinalarimiz bor. Doso to'rtchak avtomatimiz, to'liq avtomat. Narxi 240 dollar qilib beramiz. Brus Averlo'larimizga fikka e'lon qildik. Narxi atiga 230 dollar. O'tgan safargi videomda 250 dollardan chiqarganman. Holatlari o'ta ideal holatda. Bu ham hozir yangi chiqib turgan Brus Averlo'larimiz bilan bir xil. Mana plastinkalari ham bir xil tushadi, anaqa ichidagi zapchaslari ham bir xil tushadi, motori ham bir xil, 5.5 ming оборотga chiqadi. Kerak bo'lsa, bu mashinalar hozirgi yangi chiqib turgan mashinalardan kuchliroq, afzalroq. Bu paytda mashinalar o'ta kuchli chiqqan. Buni ham mana holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. Holatlar ideal holatda, pastda ham klassik qilingan joylar yo'q. Cho'tki. Tayyor olasizlar, ishlatasizlar. Bularni ham xizmat qiladi eng kamida 15 yil. Buni o'zi bilgan biladi. Mana tikishni ham, choklarni ham ko'rishlaringiz mumkin. 1 yil servis xizmatimiz bor, 1 yil kafolat beramiz. Xo'p, beka. Doit beka. Buni mayit motor holatda 150 dollar, katta motor holatda 90 dollar qilib beramiz. Holatlari o'ta ideal holatda. Kam ishlatilgan eski mashina bo'lsa ham. Jak W-turimiz narxi 320 dollar. Mayit motor. Tikishlarni ko'rishinglar mumkin mana. Cho'tki. Chiqana qayb yo'q. Katta plastinkada.
Choklar ham keta chiqadi. Holatlari ideal holatda 320 dollar. Buni yangisini olaman desanglar, 620 dollar olasizlar. Bir oy ishlatganinglardagi xuddi shunaqa holatga keladi. Haseki rastoshvolkamiz narxi 100 dollar. Katta motor holatda. Buni magnit motor qilib beradigan bo'lsak, 150 dollarga aylanadi. Bayo avtomat aviologimiz narxi 350 dollar. Hop, Baker eskamiz katta motor holatda 100 dollar qilib beramiz. Hop, Ruyan firmamiz o'ta baquvvat firma mana. Hattoki metallari ham baquvvat, kuzov qismi ham baquvvat. Lekin o'ta yumshoq mashina, narxi 220 dollar qilib beramiz oxirgi narxi. Tasarruf xizmatlari bor, kafolatlari 3 yil beriladi. Yangi korobka mashinalarga 3 yil, rabochilarga 1 yil servis xizmatimizni bepul qilib beramiz. Buni narxi 220 dollar. Buni averlosi mana ko'rishlar mumkin, dizaynlar o'ta chiroyli. Baquvvat qilib ishlangan averlar, oddiy averlarga qaraganda anchagina baquvvat, narxi ham sal balandroq. Narxi 300 dollar qilib beramiz. Yangi kerakli, buni ham 3 yil kafolati bor. Buni oboroti 4000 gacha chiqadi. To'g'richakni oboroti 4000 gacha chiqadi. Hop, Ruyan katta model averlogi. Brus X5S modellar bilan bir xil. Narxi lekin anchagina arzon. Oborot ulardan anchagina yuqori. 6000 oborotga chiqadi. Buni narxini 325 dollar qilib beramiz. Bu yerda Jaku to'g'richakimiz arzonchiroq to'g'richak qidirayotganlar uchun mana yangi korobka qilib beramiz. 3 yil kafolat beramiz. Bu yukimizdan ham mana bemalol narichida bor, nechta kerak desanglar, narxiga 200 dollardan. Gismi to'g'richakimiz, buni ham narxi 200 dollar yangi korobka. Hop, JK averlogimiz narxi 245 dollar qilib beramiz. Yangi korobka holatlari mana ko'rishingiz mumkin, mana dizaynlarini. Temirlari ham bunga qalin. Tikishlari xuddi shunaqa bo'ladi. Buni ham mayda 3 ipli, 4 ipli qilib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Hop, buni avtomat averlogi ham bor mana. Arzonchiroq yangi korobka avtomat averlog kerak deganlar uchun mana tikishlarni ko'rishingiz mumkin. Chunki mana ip uzishlari, lapka ko'tarinishlari joyida kafolatini beramiz 3 yil. Bizdan olingan mashinaga. Hop, buni narxi 440 dollar qilib beramiz. Yangi korobka averlog avtomat. Jexi yangi korobka narxi 280 dollar. Avtomat to'g'richaklar ko'taradi, ip uzadi, zakripka qiladi. Jexi 9 silchokli to'g'richakimiz narxi 345 dollar. Atiga 9 silchoki bor. Dizayn ko'rishingiz mumkin. O'ta chiroyli qilib ishlangan. Jaku chiskali to'g'richakimiz narxi 240 dollar. Jaku shagashimiz narxi 350 dollar. Choti kichkinasi buni. Buni choti kattasi ham bor. Uni 380 dollar qilib beramiz yangi korobka. 3 yil kafolatini beramiz. Bemalol chexol va divanga bemalol ishlasanglar bo'ladi. Buni kafolatini beramiz ishlashiga. 1-2 Hop, S1 Sunser S1 past to'klan ishlangan bemalol ishlanadi. Bu yerda deyarli barcha firmadan ko'ra past to'klarga bemalol ishlanadi. Misol, hattoki jack ham 170 voltgacha ishlaydi. Bu 120 voltgacha ishlaganini ko'rganmiz. Hop, past tok xonadonlar uchun juda ham qulay. Hop, narxi 260 dollar beramiz yangi korobka. Temirlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bunga 3 yil kafolat beramiz. Yangi korobka holatda beramiz. Jackga to'g'richakimiz. Buni narxi 220 dollar. Mana biz buni 300 dollar deb ana qilib 250 dollar, 300 dollar bitta dazmol qo'shib beramiz demaymiz. Shunchaki 220 dollar. Dazmol olsanglar, Brus, Boomer dazmollarimiz bor. 40 dollar narxi beramiz. Narxlarni bemalol solishtirib olsanglar bo'ladi bizning konkurentlarimizga. Buni narxi 220 dollar. Jaketga Y4 modelimiz narxi 250 dollar qilib beramiz. Bitta dazmol qo'shib beramiz demaymiz. Lekin 250 dollarga buni beramiz. 35 dollar, 40 dollardan bitta dazmol beramiz. Sunser Y1 averlogimiz
Обороты 4000 chiqadi. 3 yil kafolati bor. Yangi korobka. Narxi $360. Sunsi R5 model avtomat avvalo lafga ko'taradi, ip uzadi. Boshidan oxirida narxi $580. Sunsi tugmamiz avtomat tugma narxi $780. Bu yerda Jackie to'g'richakimiz chiskali varianti, arzonchiroq, sifatli chiskali kerakdiganlar uchun shuni tavsiya beramiz bemalol. Bunga ham 3 yil kafolat beramiz. Lapkani pastga bosganda o'zi avtomatik ip uzadi. Narxi $300 dan qilib beramiz. Yangi korobka. Buni oddiy modelini $260 dan qilib beramiz. Bu Jackie H2. Jackie H1 oddiy model bo'ladi. Uni $260 qilib beramiz. Jackie Averlogimiz F7 Averlogimiz narxi $320. Yangi korobka. Duma avtomatimiz tashib ko'targanda, jaketga qilganda, ip uzganda ovoz chiqarmaydi. Ip 9 joki bor. Narxi arzon, lekin ancha sifatli bo'lgan to'g'richak avtomat. Narxi $370 dan qilib beramiz. Xo'p, jaketi Only Rezak yangi korobka. Jaketga firmasiga tegishli. Narxi $220. Britex to'g'richak narxi $210 yangi korobka. Magin to'g'richak narxi $220 yangi korobka. Bu yerda mana Brus averlogimiz bor. Holatini mana ko'rishingiz mumkin. Mana pasti. Qirilgan joyi yo'q. Arzonchiroq, lekin ancha kuchliroq mashina kerak deganlar uchun, men tinmasdan 24 soat ishlataman deganlar uchun bemalol tavsiya bera olamiz. Narxini $230 qilib beramiz. Brus Era 4 avtomat to'g'richak narxi $280 qilib beramiz. Holatlari yaxshi, o'rtacha holatda. Arzonchiroq avtomat kerak deganlar uchun. Hop, Britex 8 rezayimiz. Buni ham bemalol qo'rqmasdan beraveramiz. Sexlarga bemalol ishlatsangiz bo'ladi, katta ob'yomlarda. Only bilan jicha farq qiladi. Narxi $200. Brexus shagashi, arzonchiroq shagashi so'raganlar uchun $180 qilib beramiz. Holat o'rtacha. Jack A4imiz holat o'rtacha, narxi $270. Jack A4imiz holat o'rtacha, narxi $270. GMC 2 chokli katta motor narxi $100 qilib beramiz. Bu yerda zapchastlarimiz bor. Kampirlar, mokkilar, platalar, motorchilar va qo'shimchasiga valdagi ekranlar va har qanday mashinaga keyin lapkani ko'taradigan motorchilar, har xil turdagi lapkalar, zamoy, sborka, hamma yelimlar, filizlarni nacha ushlab turadiganlar, bek apparatlar, avialarga ushlaydigan arabeykalar, to'g'richakni buklab tikadiganlar, plastinkalar, petlitrlar, har qanday mashina tushadigan mana tishlar bor bizda. Qo'shimchasiga mana 22 yetadigan har xil turdagi izmagan spes mashinalarga ham bizda hamma zapchastlardan bor. Mana dazmolda tentlaridan tortib, mana mayda-chuyda narsalargacha, prujinalarigacha bor. Bemalol mana assortiment solishtirsangiz bo'ladi. Xo'p, narxlari kelsa, dazmollarimiz $40 dan qilib beramiz. Oddiylarini $35 dan qilib beramiz. Xo'p, bu dazmolimiz narxi $55. Bu hop. Mana dazmollarimiz, slankalari, dog' chiqaradigan apparatlarimiz, yog'larimiz 35 mingdan original Xitoy yog', Jazz firmasiniki. Mana ko'rishingiz mumkin, original Xitoy toza yog'. Mana har xil mana g'ildiraylar bor. Narxi 20 ming so'mdan g'ildiraylarimiz. Antenalar bor. Kimdir antenasini qo'ygan uchun pichoqlar, qaychilarimiz bor. Qaychilarimiz 90 mingdan boshlab 50 minggacha mavjud. Rizaklar bor, kichkina. Narxi $60 dan. Piston apparatlarimiz bor. Narxini 150 ming so'm qilib beramiz nasadkasiz. Mana ninalarimiz bor. Ninalarimiz to'g'richakdagi 3 ming so'm, Averlodiki 4 ming so'm, Raspashvolkaniki 5 ming so'm qilib beramiz. Hop. Baraban mashinalariga
10 ming so'm qilib beramiz. Shagashiga hamma razmerlardan bor, asartlamang. Bemalol kelib ishinglar bitirib ketsanglar bo'ladi. Bizning manzil yana qaytadan takrorlayman. Andijon tuman, Andijon shahri Hibbekini svetofordan o'tgandan keyin o'ng qo'lda keladi. Skuterlar do'koniga yetmasdan bemalol kelib tikib ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. 3 yilgacha kafolat beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bor. Dastavkamiz pulini berasizlar. Ko'pchilik dastavkalar bor ekan deyapti-da. Lekin biz dastavkamiz pulli. Hop, yo'l kiramiz pulini bersanglar bo'ldi. Gazda yoki benzinda borsa, shunda yana pulini bersanglar bo'ldi. Olib borib o'zimiz o'rnatib beramiz. Vodiy bo'ylab Toshkentdan Iyag'iga o'zimiz chiqarib yuboramiz. Toshkentga misol Toshkentdan buyurtirsanglar bo'ladi bemalol. Unda qanday bo'ladi? Toshkentga o'zimiz shopirlarimiz bor. Olib borgandan keyin yo'l kirib va mashinani pulini bersanglar bo'laveradi. Bemalol Toshkentga bersanglar bo'laveradi. Borgandan keyin yo'l kira bilan mashina pulini berib yuborsanglar bo'ladi, lekin oldindan 200 ming so'm zakat tashib berasizlar. LB qanaqadir mashina olsanglar ham 200 ming so'm zakat tashib berishinglar kerak. Xo'p, undan yag'iga qaytganda naqd pulga ishlaymiz. Oldindan pulini olamiz. Oldindan pulini olganda ham qanaqa bo'ladi? Shopirga borib yuklangandan keyin yuk обязательно biz shotimizga pul tushgan bo'lishi kerak. Agar shu shartlarga rozi bo'lsanglar, bemalol telefonga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Bizdan olganlar bemalol qo'rqmasdan ishonsanglar bo'laveradi. Biz aniq holda yukni chiqarib beramiz. Do'konimizda sizlarni kutib qolamiz.